Cobalt avtomobili mübarek olsun. Ben Qashqadaryo chiroqchidan. Qashqadaryo chiroqchi va Qashqadaryoliklar zo'r baribir, ko'z tegmasin. Qolgan buyuklarga rozi bo'lsin. Hammaga nasib qilsin. Shunda o'yinlaringiz rost ekan, zo'r. Rahmat. Rahmat akajon. Assalomu alaykum milliy show obunachilari. Biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan keldik. 19-turdan milliy show o'yinidan 19-turdan bir dona bilet olgandik. Mana mashinamiz chiqdi, navbatimiz keldi. Ozgina sabrda bo'lsangiz, mana bir ekan, mana nomimizga o'tkazib berishdi. Hech qancha vaqt kutmadik. Bu o'yinni o'rtog'im tavsiya qilganda, shunga qiziqib o'ynagandik, mana yetib chiqdi. Chin yurakdan niyat qilib tashlagandim, dadamga qadrga qilaman deb, Xudo yetkazdi. Yana qatnashamiz, yana bilet tashlaymiz, yana o'ynaymiz. Boshqalarga ehson bo'ladi. Hayajon bor. Assalomu alaykum milliy show obunachilari. Men o'g'limiz mana shu milliy showdan o'ynagan ekan. Mana yutuqqa Cobalt avtomashinasi yetdi. Uni menga podarka qildi otasiga. Hammalaringizga juda katta rahmat. O'ynangizlar, yutingizlar. Ishonchli o'yin ekan. Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar. Endi bizga o'xshab pensionerlar ham yutsa, nevarasiga, chevarasiga sovg'a qilsa qanday chiroyli chiqadi. O'ynayveringizlar, hech qachon yuttirmaysiz. Yutmadi deb o'ylama, yutmadi, menga chiqmadi deb o'ylama. To'g'ri kelganga chiqaveradi, lekin qiziq o'yinda nima ketdi bizdan? Pensiyani tashlang, nevarangizga, chevarangizga sovg'a qilaveringda. Ana shunday bu o'yinlar, bunday o'yinlar ko'p bo'laversin. Zo'r ekan. Milliy show zo'r.